Kinezitip o'zi nima? Kinezitip asoschisi yaponiyalik shifokor Kenzo Kase hisoblanadi. Bu shifokor asosan sportsmenlar bilan ko'proq shug'ullangani uchun ularni sog'lomlashtirish va ular olgan travmalarni tuzatishda ko'proq ish faoliyati shunga bog'liq bo'lgani uchun unga kinezitiplar juda ham ko'p yordam bergan va uni foydali xususiyatlarini aniqlagandan so'ng buni keng ommaga havola etishga kirishgan. 1979-yildan boshlab Kenzo Kase kinezitiplarning foydali xususiyatlari haqida aytib fanga kiritishga muvaffaq bo'lgan va O'zbekistonga kinezitiplarni kirib kelishi Denis Yurovich ustozlarimiz va rossiyalik professor Mixail Sergeyevichlar ko'pgina mehnatlari sarflangan. O'zbekistonda hozirgi kunda juda ham keng qo'llanib kelinmoqda. Nafaqat reabilitologlar, nafaqat massajistlar, balki mana ko'rishimiz mumkin kosmetologlar, hattoki o'sha ajinlarni ketkazishda, ko'z ostidagi shishlar bo'lganda, ana o'sha shishlarni kechqurun yopishtirib, ertalab yechganda shu shishlarni ham foydali taraflarini ko'rishyapti. Nilufar, shu haqida bugun qizim gapirdi. Oyijon, bugun kinezitiplar haqida gaplashasizlar. Men foydalanaman, do'stim, men hayron qoldim. Shunaqa. Sal orqada qolyapmiz. Endi bizni yetkazing, Nilufar. Xo'sh, mana shu kinezitiplar tushunishim bo'yicha biz avval o'rgangan leykoplastrlarga o'xshagan shunaqa desak bo'ladi. Leykoplastrlardan tubdan farq qiladi. Sababi kinezitip bu cho'ziluvchi xususiyatga ega, ya'ni xuddi terini elastikligiga o'xshab ishlangan, ya'ni leykoplastr bunaqa cho'zilish xususiyatiga ega emas. Bu kinezitiplar akrilovый klayga ega. Bu gipoallergen hisoblanadi. Ya'ni terimizga leykoplastrlarni ko'proq vaqt yopishtirib qo'ysangiz, bu allergiya beradi. Kinezitiplarda allergiya bermaydi agar sifatli teplarni ishlatsak. Yana bular bizni harakatimizni cheklamas ekan. Shunaqa. Afzalligi shunday ekan. Shunaqa cheklamaydi va aksincha yana ham faollashtiradi. Shuning uchun ham biz ko'rishimiz mumkin sportsmenlarda, futbolistlarda, yuguruvchilarda va hattoki ot sportida mana otlarni ham, hayvonlar uchun teplar ham mavjud. Tushunarli. Mana endi Nilufarxon studiyamizda ularni bir necha turlarini ko'ryapmiz. Bular ham o'zaro farq qiladimi bir-biridan? Farq qiladi. Shunaqa miflar yuradiki, xalq orasida kinezitiplarning rangi oranj, masalan, qovoq rangligi bu qizdiradi, ko'k rangligi sovutadi degan, lekin bu mif. Ranglarni hech qanday ahamiyatga ega emas, faqatgina ranglar bizni ko'proq Babysan sog'lomlashtirish markazida ko'proq ranglardan foydalanamiz, sababi bolalarga kayfiyat berish maqsadida. Ularni ham davolabgina qolmasdan ruhiy kayfiyatiga ham yaxshi ta'sir qilish maqsadida rangli teplardan foydalanamiz. Lekin rangini ahamiyatiga ega emas. Aha, tushunarli. Yana bir savol paydo bo'ladi. Bu teplarni yopishtirgandan keyin cho'milish masalalarini qanday hal qilamiz? Kinezitipni agarda sifatlisidan foydalansak, bemalol cho'milishimiz, hattoki basseynga borishimiz ham mumkin bo'ladi. Faqatgina undan keyin uni fen bilan quritib xato qilishadi. Sababi fen bilan quritgandan keyin uni klayni tarkibiy qismi o'zgaradi va natijada kerakli bo'lgan natijani ola olmasligimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Endi bu teplarni ishlatishda yosh masalasi qanday chegarada? Yosh masalasi pediatriyada ham kinezitiplar juda ham keng qo'llaniladi. Faqatgina uni bilgan holda mutaxassis qo'llasa to'g'ri bo'ladi. Yoshi kattaroq insonlarda biz bilamizki, terilari elastikligini yo'qotadi va sezuvchan bo'lib qoladi. Ana shunaqa holatlarda ham ehtiyot bo'lib qolgan ma'qul.